Assalomu alaykum. Bizoy ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Mana shunaqa limuzin ishqibozlari. Bugungi sanamiz 19-avgust, hafta kuniga chorshanba. Toshkent viloyati Qibray tumani Chinobodda. Xudo xolasa mana bizolarimiz 3 bosh zo'r buqachasidan bor. 1 bosh urg'ochisidan bor. Mana limuzinni nima kerak o'rtoqlar? Hammasidan bor. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. 97 kodi bilan 715 7008. Aytib o'tilgan narxlar dastavkalari O'zbekiston bo'ylab. Mana buzolar 1 haftalik sutemda buzolarimiz. 1 haftalik yana qaytaramiz. Sutga to'ygan polvonidan. Sutga to'ygan dedi qanaqa? O'zi aslida yirik tug'ilgan, mana gibrid. 60-70 kilo chiqib qolsa kerak. Kinniga kecha tushgan mana. Bunaqa bir oy yarim oyli ham bo'lmagan hali. Mana juda baquvvat tug'ilgan jonivorlar mana. O'ynab turishibdi, xudo xolasa. Limuzinimiz ham shunaqa. 1 hafta 10 kunlik. Mana. Tani joni sog', xudo xolasa, hech qanaqa muammosi yo'q. Mana orqalari. Mana. 97 kodi bilan 715 7008. Mana tepalari. Xudo xolasa narx-navolarni tanishtirishni boshlaymiz. Bunimiz sementalga shved gibrid. Bu faqat 2,5 oylik. Pashti 3 oylik bo'ldi. Sutdan chiqqan bu, xudo xolasa. Mana ma'minimiz ham sementalli bolasi. Sementalli bolasi bu ham limuzindan qochgan. Katta fermadan olib chiqdik, xudo xolasa. Buqaligi limuzin ekan. Mana ma'minga galishtinga buqa qo'yishgan, limuzin qo'yishgan. Mana. Qanaqa tushgan ko'rasizlarmi? Galishtin sigirdan buqa tushgan, mana limuzin buqa qo'yilgan. Mana mash tushgan. Mana baquvvatligini qaranglar, xudo xolasa o'rtoqlar. Mana tani joni sog'. Xullas katta fermaga faqat limuzin buqa qo'yilgan ekan. Galishtin sigir, semental sigir shunaqalar bor ekan. Mana bu ham 1 haftalik. Buni hali kinniga ham tushmabdimi? Ya tushibdi buni ham kinniga. Bu ham buqacha. Xo'p, dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz, xudo xolasa o'rtoqlar. Dastavkasini O'zbekiston bo'ylab aytilgan narxlar bilan. Xo'p. Bu gibridimiz 16 million so'm. Dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Yana qaytaramiz, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. 97 kodi bilan 715 7008. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Mana tani joni sog', xudo xolasa. Semental gibridimiz. Mana 20 million so'm. Sementalga limuzin gibrid. 20 million so'm dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Mana dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Mana jonivor. 97 kodi bilan 715 7008. Mana jonivor o'rtoqlar. Xo'p. Bunimiz bo'lsa shvedga semental gibrid. Urg'ochi bu faqat. Bunimiz 15 million so'm dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. Mana jonivor. Bu sutdan chiqqan lekin. Mana. Mana jonivorlar baquvvatligini qaranglar. Buni baqbaqalarini, bu muskullarini qaranglar. Hammaga nasib qilsin. Limuzinimiz bo'lsa 20 million so'm bu ham. Dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Mana ichlari ketdi, sudalari yo'q, uyat bo'lsa ham ko'rsatamiz. Mana tani joni sog', xudo xolasa. Mana. Mana limuzin. Limuzinimiz 20 million so'm. Dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Mana jonivorlar. Yo, uchovini bir joyga olaman deydigan ko'kalarimizga xudo xolasa kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Har doimgidek o'sha gap. 1 million so'm zaklat yetadi. Qolganini uyga borgandan keyin buzoni ko'rib, tekshirib, hammasini ichi ketgan, ketmaganlarini ko'rib, keyin qolgan pulni sanab beraverasizlar. 97 kodi bilan 715 7008. Xudo xolasa keyingi videoda ko'rishguncha o'rtoqlar. Mana limuzinimiz. Bu shvedga semental gibridimiz mana. Mana o'rtoqlar. Bu sutdan chiqqan 2,5 oylik yana qaytaramiz. Bularimiz bo'lsa mana xudo xolasa 1 haftalik limuzin gibrid va yana gibrid. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.